Yunusobod 17-kvartalda joylashgan Navdar Novostroykamizning 8-qavatidan chiqqan bir xona, 2 xona qilingan 48 kvadrat metrli kvartirani video obzorini qilgan. Kelganimizda joylarini tushuntiradigan bo'lsam, Novostroykamizning hovlilarida o'zini детский площадкалari bor, ko'rinishi juda ham chiroyli va akkuratniy. Bu tarafdan chiqadigan bo'lsak, o'ng qo'lga ketganingizda Megaplanet yo'lga tushasizlar, chap qo'lga yurganingizda avtobus konechkasiga borasizlar. Bu tarafdan Samaraga ham chiqib ketish imkoniyatlari bor. Xonadonimiz holati, remontini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 8-qavatda joylashgan, mebel texnika yangi remontdan chiqqan 48 kvadrat metr umumiy maydonga ega, osma balkonlari bor. Zal hol formatidagi kvartira ko'rishingiz mumkin. Birinchi eshigimiz orqasida kuxnya xonamiz joylashgan. Kuxnya garniturlari o'rnatilgan, bu tarafda xolodilniklar bor. Osma balkonlarimizning ko'rinishi kengina, bemalol stol qo'yib, olib chiqib o'tirsa bo'ladi. Juda ham chiroyli vidga ega, teleminoralar ham ko'rinib turibdi. Ikkinchi eshigimiz orqasida spalnya xonasi joylashgan. Spalnya garniturlarimiz to'liq. Va oxirgi ko'rsatib o'tadigan joyim sanuzelimiz совмещенный holda ko'rishingiz mumkin. Kir mashinalarni ham shuning ichiga joylashtirishgan. Xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyada o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringiz uchun bo'lsa rahmat.